3, 2, 1, ketdik. Qadrli tomoshabinlar, sizlar bilan birgalikda Imran Premiumda bo'lib o'tadigan ajoyib to'y marosimini, kechki bazmni boshlash taraddudidamiz. Ilhom video grup studiyasi bir necha kameralarda kechamizni tarixning oltin kadrlariga muhrlashadi. Karnay-surnay sadolari ham allaqachon hozirlab qo'yilgan. Ajoyib oppoq avtoulovlarda esa kelin-kuyovimiz allaqachon yetib kelishgan. Asilbek hamda Sabina bugun oqshom qahramonlari bu ikki inson uchun davramiz davomida hamma yaxshi niyatlar bildiriladi. Hozir esa e'tiboringiz markazida biz ularni o'zlari uchun atalgan ajoyib taxt tomon taklif etamiz. Yor sadolari, buxorocha bodo sadolari ostida o'zlari uchun atalgan taxt ularni kutmoqda. Demak, hayajonli lahzalar boshlandi. Biz esa to'yimizni boshladik. Kelin-kuyovimizni taklif etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qulayroq o'rnashib olasiz. Boshladik. Yor sadolari buxorocha bodo sadolari ostida shohona bo'lgan ajoyib yo'lakcha bo'ylab, oppoq yo'lakcha bo'ylab tashrif buyurib, qalbimizni bir olam nurlarga, fayzlarga to'ldirgan kelin-kuyovimiz Asilbek va Sabinani baxt visol oqshomlarida hammangizni xush ko'rdik. Barchangizga assalomu alaykum deymiz. Mana shunday muhtasham Imran Premiumda to'plangan barcha aziz mehmonlarimizni xush ko'rdik. Ikki xonadon ahli, ikki sulola vakillariga bugungi go'zal kunlar farzandlarni baxt visol oqshomi qutlug' bo'lsin. Sayfuddinovlar hamda Jabborovlar uchun bugungi davramizning, bugungi go'zal koshonamizdagi har bir lahza qadrli, boisi yillar davomida orziqib kutilganligi bilan quvonchli hisoblanadi. Mana shunday go'zal fursatlarda kelin-kuyovimizni mehr-muhabbatlari va sadoqatlari ramzi bo'lmish baxt uzuklarini bir-birlariga taqishlarini so'raymiz. Ajoyib daqiqalarni birgalikda guvohga aylanamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Muhabbatingizning yorqin ramzi bo'lmish baxt uzugini bugungi oqshomdan boshlab yoringizga aylanayotgan kelin boshimizga taqishingiz mumkin bo'ladi. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Va albatta baxt to'ylari muborak bo'lsin. Hammani xonadonda mana shunday yaxshi kunlar, to'y tantanalar bo'laversin. Aziz mehmonlar, dasturxon boshi noz-ne'matlar barchangizga muntazir. Davramiz ochiq. Kelin-kuyovimizni mana shunday go'zal ajoyib saroyimizdagi baxtli lahzalarni, ya'ni ikkala tomon qudajonlarimizni kelin-kuyovimizga oq fotihalarni izhor etmoqlik maqsadida taklif etish taraddudidamiz. Aynan Asilbek va Sabinani padar buzurgvorlari hamda volidai muhtarama onajonlari Anvar akam Sayfiddinov, To'lqin akam Jabborovlarni, qolaversa Jamila opa hamda bugungi oqshomdan boshlab quda andachilik rishalarini mustahkam bog'layotgan o'g'loy opalarni, ikki xonadon ahli, sulola vakillari, sohibalarni davramizda markaziga taklif etamiz. Qudajonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin. Kelasizlar. Kelin-kuyovimizni dadajonlari, onajonlari ikki og'iz samimiy shirin so'zlarda farzandlarga o'dirishga ruxsatlar olamiz. Undan so'ng esa sozlar bilan birgalikda, jo'r ovozlarda, xush navolarda Imran Premiumda musiqiy ketma-ketlikni birgalikda ta'minlaymiz. Aynan bugungi oqshom davomida davramizda to'plangan insonlar bilan birgalikda ham kelin-kuyovimizni baxt visol oqshomlari, qolaversa davramizda yana bir inson o'zini tavallud ayyomini nishonlayapti. Bugungi kundan boshlab bu tavallud ayyomini nishonlayotgan inson ertangi kundan boshlab yangi bir oilaning sardoriga aylanyapti. Oqshom davomida bu insonga bildirilajak eng yaxshi niyatlarimiz ham baxt, ham tug'ilgan kun. Kuyovlarimiz Asilbekni bugungi tavallud topgan kunlar bilan tabriklab bir qarsaklarni ayamaymiz. Asilbek muborak bo'lsin. Sizning rashidga. Davramizning dastlabki debocha qismini sarpo kiygizish marosimi bilan boshlaymiz. Niyatlar kelin-kuyovimiz uchun izhor etiladi. Uzoq ko'rishmagan insonlar bilan bugun ajoyib diydordan bahramand bo'layotgan ekanmiz. Shirin diydorga yetkazganiga shukronalar bo'lsin. Mana shunday go'zal shirin diydorni ta'minlagan Murod Dasturxoni yozgan
go'zal niyatlarda farzand to'ylarini tashkillashtirayotgan ikki xonadon ahlini, xususan To'lqin akam kelasiz, qutlug' bo'lsin. Anvar aka va qachon davramiz markazida. Onajonlar qanisizlar, kelasizlar. Menimcha onajonlar sizlarning qarsaklaringizni kutib o'tiribdilar chamamizda. Onajonlar uchun bir qarsaklarni yapaymizlar. Boringizga shukur. Kelinglar onajonlar, marhamat. Assalomu alaykum. To'ylar qutlug' bo'lsin. Qani qudajoningiz qanday? Kelsinlar. Yagam onajonlar beton muborak shabat to'yi. Tashvishingizlar o'zi emas, mehmonlarimizni qabul qilib olish, kutib olish, xush kelibsizlar degan yaxshi kalomlarda mana shunday to'y dasturxonini yozish. Ilohim hammaga shunaqa kunlar ilohim nasib etsin. Shirin to'y tashvishi bilan band bo'layotgan To'lqin akamni kutmoqdamiz, kelin boshamiz dadajonlari. Va samimiy so'zlarni dadajon va onajonlardan, sevimli xolajon va buvijonlardan boshlaymiz. Kelasizlar, to'ylar qutlug' bo'lsin. Do'stlar, bugun haqiqatan da quvonchli holat. Hozir mana kadrda ham ko'rgan bo'lsangiz, kelin kuyovimizni ota onajonlari ham erkak xudolar, ham ayol xudolar bir-birlarini quchoqlashib, bugungi go'zal kunlar bilan, to'ylar bilan tabriklashmoqdaki, insonning havasi keladi. Mana shunaqa oqibatlarga hech qachon ko'z tegmasin. Xudo xohlasa Ilhom studiyasi bilan birgalikda kelin kuyovimizni farzand to'ylaridan ham xuddi mana shunday ajoyib kayfiyatda boshlaguncha omon bo'ling. Asilbek, to'ylar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Agar mabodo kami ko'z qolgan bo'lsa, farzand to'ylaringizga kelib hammamiz cho'ldiramiz inshaalloh. O'sha kunlarda ham Xudo xohlasa yorug' yuzda diydorlashaylik. Ilhom video guruh yaxshi kunlarda xizmatingizda, professionallarga ishoning. Salomat bo'ling.